Sünsani zodi kim qaslab o'ltirgan? Menimcha nurg'un uchbalchaligini ko'rgan kishilar shuni qiziqidi deyman. Ba'zilar deydi ekan, Sünsani savsov o'ltirgan. Ba'zilar deydi ekan, Simoyi o'ltirgan. Hatto yana ba'zilar Sunchuan, ya'ni uning ukisi uni qaslab o'ltirgan deb. Amaliyotda bularning hech qaysi to'g'ri emas. Yurak berib, saqlab o'tgandan keyin alt raqamini yo'lib o'tib, filmning davomini ko'ring. Uchbalchaligini ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Sunso, Sunjanning o'g'li. O shikarga chiqib, o'zining lashkarlaridan ayirib, yolg'iz qolgan vaqtda boshqalar tarafidan qaslab o'ldirildi. Unda bo'lsa, Sünsoni zodi kim qaslagan? Amaliyotda Sünsoni Shugung degan odamningki qo'l ostiklari, ya'ni avlodlar qaslagan. Undaqda bu Shugung zodi qanday kishi? Bu zodi kim? Shugung bo'lsa, o'rda tayinlagan, shu Jiangdongdagi ma'lum bir aymoqningki aymoq bek. Endi Muşu Sünsa Yuanshudan ayrılıp Jiangdong'a qaytib o'zininki kuchini zo'raytishga boshladi. Ya'ni Zhou bilan birlashib o'zining kuchini zo'raytib taraf-tarafdan lashkar oldi. Ziminlarni besilishga boshladi. Mushu vaqtda Shugung degan bu kishi Sünsoninki nihoyat tez taraqqiy qilayotganligini, keyin o'ziga baloy ofat kelganligini his qilib, maxfiy holda Savsovga maktub yo'llaydi va Sünsodan ehtiyot qilish, uni vaqtida bir taraf qilish to'g'riliq uningga uchir berdi. Ammo bu vaqtda Savsov bilan Yuanshao dal tirkishayotgan vaqt bo'lg'achqa Savsov bu ishga sal qaraydi, uning bilan kor bo'lmaydi. Endi mushu xabarni Sünso o'qib qoladi. O'qib qilib, shuning bilan bu yerda u Shugungni o'ldirib o'tib, uning ziminlarini topadi. Shuning bilan Shugungningki bolalari va uning qo'l ostidagi sodiq odamlari har tarafga tarqab ketdi. Ular tarqab ketish jarayonida yushurincha mushu Sünsoni o'ldirib o'tish uchun qaslash harakatini boshlaydi. Dal mushu Sünso shikarga chiqqan vaqtda hem öz yalğız qolgan vaqtda bular fursat kelganligini ko'zlab bu yerda Sünsoning yiniq berib buningga hujum qiladi va muvaffaqiyatli holatda Sünsoni qaslab o'tadi. Agar siz bu gaplarimni to'g'ri deb qaragan bo'lsangiz, ostidagi inkos rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Uchbalchalikdagi texnik ko'p sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, ham uchbalchalik bilan tijorat, korxona va bizning savdolarimiz, odamgarchilik, kishilik munosabat birlashtirilgan darslikni almoqchi bo'lsangiz, mening ayrim qadam uchur qiling, men maxsus o'zim so'zlaydigan dars to'piga sizni qo'shib qo'yaman.